Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xattabi Qur'onlik qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. 10-qism. Muhim tarixiy voqealar. 1 yanvar Adahar Obran qo'ldan ketib, barliq qo'mondonlar o'ldirildi va top zambirak qismi vayron qilindi. 2 15 iyundan 20 iyungacha Sirifchirinning Rasulni qaytarib olish plani yo'qqa chiqdi. 3 17 iyundan 21 iyungacha Aychiras atratining ig'ribinda qilgan Jong jangda 244 askarlarning 36sidan boshqasi o'ldirildi. 4 22 iyun Rif mujohidlarining Anvalga hücum başlaşı ve İspan qo'shinining butunlay mag'lub bo'lishi bilan Sirifchirinning o'zini o'ldirib olishi. 5 22 iyun tushda İspanlarning Izumarda minglarcha askarlarning o'ldirilib, tirik qolganlari ko'plagan tom zambiraklarni tashlab qo'yib qetishi. 6 23 iyun atigini Izumardagi Ronido Faratır qilingan hücumda İspanlarning 606 askaridan 36sidan boshqasining o'ldirilishi. 7 23 iyun kechda Furada qo'mondoni Blankining jangga kirish bilan 130 askardan 3 kishidan boshqasining o'ldirilishi. 8 Nafaro guruhining Daryosh kentidan chekinib chiqishi. 9 23 iyun Kanistrafiya qismining Tabaro harbiy paradini qutqizishi. 10 23 iyun kechda Bremedo Rifra va uning otlarining eng oxirgi hujumlarining bo'lishi. 11 22 iyundan 28 iyulgacha general Chefriya atratining elib borgan jangida 85 askardan faqat birining qutulib qilishi. 12 25 iyun atigini Said Abdullah rayonida 900 dan ko'proq askarning o'ldirilishi. 13 25 iyun tushda Kabdanda Imazor degan qo'mondon taslim bo'lishni rad qilganligi uchun askarlarining ko'z oldida o'ldirilganligi. 14 G'arisha harbiy paradidagi askarlar Abu Bakri qo'ltiqidan Fransiyaliklar rayoniga qechish jarayonida 1500 askardan 492sidan boshqasining o'ldirilishi. 15 25 iyun kechda Bernial va Donasning chekinish va taslim bo'lishni rad qilgandan keyin o'ldirilishi. 16 29 iyundan 1-iyulgacha Arviy tag'ida muhasirga e'langandan keyin taslim bo'lgan dushman askarlarining soni ko'paygan. Shuning bilan birga Nabaro harbiy parad vayron qilinib, dushmanning 2000 askari o'ldirilgan. 17 2-iyul Salmanda taslim bo'lgan askarlardan 500 kishining o'ldirilishi. 18 2-iyul Nazorda Beydro Ag'orning taslim bo'lishi va 156 kishining qutulib qilishi, keyin kuzatish o'rnini egallab olganda 71 askarning va ba'zi jahongirlarning o'limga hukm qilinishi qatorliqlar. Rifliq mujohidlarning Meliliyani bombardimon qilganda ko'p pistirmalarni qurib dushmanga oromlik bermadi. Hatta ularni 2 avgustdan 12 avgustgacha muhasirga olgach, 2 avgustda mujohidlar yana bir tarafdan Nazor shahriga hujum qildi. Ammo bu jangda yangi qitilgan kishilardan xatolik ko'rilib, ba'zi ishlar yuz berdi. Masalan, ba'zilari o'zini qahramon ko'rsatishga urindi.
Ba'zilari shahar ichidagi ispanlarning mulkiga erishishni maqsad qildi. Bu qalaymaganchilik Xattabini mujohidlarga shaharni va ispanlarning mollarini qo'dab turish to'g'risida xat yozishga sabab qildi. Nazor fathi bo'lib, bir kundan keyin Salvan shahri fathi bo'ldi. 3000 askar ve 70 kumandan tashkillangan harbiy bazasimi arqa 10 kunlik muhasirning sababidan ichimlik suv ocharchilikqa uchrab, barcha askarning ma'naviyati tugashdi. Keyin general Nafaro qo'zg'olonchilar bilan kelishim tuzishga ma'qul bo'lib, bu kelishimga Tetivandagi aholilar idorasining bosh kotibi İdris ibn Said ve Beni Beyru kabilesining mütevarlaridan İbn Shallal qatnashdi. Sulhining mazmuni muhasira bekor qilinib, ispanlar hamma qurol yaroqlarini tashlab Meliliyaga chekinish edi. Ba'zi İspaniya askarlari chekinish, ya'ni 12 avgust jarayonida mujohidlarga o'q chiqardi. Shuning bilan mujohidlar shiddatli zarba bilan barliq ispanlarga o'q bilan javob qaytardi. Natijada 200 dan ko'p ispan o'ldirildi. Mujohidlardan 70 kishi shahid bo'ldi. Hayot qolgan 400 ispan askari asir e'longan bo'lib, orasida Nafaramu bor edi. Bu qayg'uliq chekinishda qo'shin vayron bo'lgan bo'lsa-mu, mustahkam turgan otliq qismdan Los Casado ismli general ve 10 askar ölümden qutulib qoldi. Xattabi Arvi Darul Kabdana asarlarini ve teslim bo'lganlarni o'ldirgan mujohidlarga qattiq ochiqlab, ularni jazolagan ve keskin qaror bilan tadbir qo'llangan edi. Ispanlarning sharqdagi markazlari qo'ldan ketgandan keyin 22 iyul Berinfin planlagan g'arbiy rayondagi tazot kuchining ilgarilashini to'xtatib, sharqqa yordam avatishga qaror qildi va Franco qo'mondonligida shimoldagi Sabtaga qo'shin avatdi. Ular dengizdan o'tib, ondan Meliliyaga boradi. Ular 23 iyul yetib beribla Meliliya atrofidagi mudofaa o'rinlarini egallashga boshladi. Ammo Brinflin mujohidlarning pistirmasiga tushib qolishdan ansirab, ko'p ilgarilashni man'iy qilgan. Franco o'z ko'zi bilan ispan kuchlarining Nazor va Arvida qandoq tarmar qilinganligini ko'rib turdi va nurg'un qatim bu muhasirni echishga qatnashishni talab qildi. Lekin taklifi rad qilindi. Ammo Xattabi Meliliyaga kirmaslikni qaror qilgandan keyin Brinfin Meliliya atrofidagi mudofaa nuqtalarini mustahkamlab, qo'ldan ketgan yerlarni qaytarib olish nomida Nazor, Arvi, Daryosh, Bintayyiblarga hujum qilib, qaytarib olishga muvaffaq bo'la oldi. Albatta bu ba'zi xatolik sababli ishga oshgan bo'lib, keyingi boblarda so'zlaymiz. Ispanlar sharqdagi jangdan tasvirligisiz ziyon bilan chekingan bo'lib, mujohidlar nihoyat ko'p miqdorda g'animatlarga erishgan. Bu haqda Xattabi mundaq deydi: Anval qalbisi bizga 2000 ga yaqin zambirak, 20 mingdan ortiq miltiq, sanab tugatkisiz o'q dora, millionlagan ov miltiq o'qlari, odatdagi va yuk mashinalari ve hacetimizin aşkıdak açlık ve doğra okul, çedir buyumları takdim kılıp gitti. Ve biz bu ganimet bilen nihayet kısa vakitte zor qo'shin tayyorlab katta jangni elib boraladik. Bu jangda ispanlarning 700 askarini asir elib, 15 ming askarini o'ldirib, ba'zilarini yordar qildik. Ammo İngiliz tarixshunos Robert Forno ispanlarning bu jangdagi tartgan zinini mundaq xuloslagan: ispanlardan
18 ming askar o'lgan bo'lib, buning orasida hujum qo'mondoni Slivcherinmo bor. Va yana ispanlardan 1100 askarni asir olgan bo'lib, ularning orasida Nafaro chet el manbalari uning rifliqlar tarafidan o'ldirilganligini ilgari surdi. Bor edi deydi. Va yana 19504 miltiq, 3512 pulemyot, 129 zambirak va boshqa askari lozimatliklarmi bor bo'lib, masalan, kiyim-kechak, chedir, harva, oziq-tuliq qatorliqlar. Bu vaqtda İngiliz tarixshunosi Robert Forno ilgari surgan ispan generalining guvohlik berishicha, mujohidlarning tartgan zini bir mujohidga 30 ispan to'g'ri keladi va yana ispanlarning ichinishlik zinini tuvandagidek xulosalagan. Bir general, 6 komandir, 8 yetakchi qo'mondon va xilma-xil darajalik 17 ofitser va 1700 askar. Ammo ofitserlardan yordamlar 600 ga yetgan. Rifliqlarning anval jangidagi shonli g'albisi Mag'rib va butun arab rayonlarida zo'r inkas qo'zg'adi. Va bu haqda nurg'un she'rlar yozildi. Keyincha shoirlar Rifliqlar divani nomida she'rlarni to'plab kitob qilib tarqatdi. Shunda qilib mujohidlar Mililiya va Rifqa nihoyatimi yaqin qoldi. Lekin Xattabi qo'shinini uningga besib kirmaslikka buyurdi va buni amillashtirish uchun o'zining ixlosmand a'zolariga shahar chegaralarini qo'g'dash va mujohidlarni kirishdan to'sib qilish haqida risola avatdi. Chunki ba'zilar boshda shahar ishidagi ba'zi uylarni buzishga uringan edi. Xattabining bunday qilishining eng muhim sababi idora qilishi ojiz. Bu qo'shin bilan bu muhim shaharni fatih qilgandan keyin paydo bo'lgan ta'siri natijada davlatlarning qora tizimligiga ilinib qilishi va adovatdan saqlanish, cho'ng davlatlarning fitna ig'volari va o'z saflarini mustahkamlash, kontrol qilishdan ojiz kelgan rayonlarni tartibga solish qatorliqlar bo'lishi mumkin. Bu vaqtda Xattabi mundaq deydi: Arvi jangidan keyin Mililiyaga yaqinlab qoldim va ilgirlamay muhasirga erishni qaror qildim. Chunki qo'shinim ishlarga yangi edi. Ehtiyot va oqibati aniq bo'lmagan jangga aralashib qolmaslik mening bu shaharni tark etishimga sabab bo'ldi. Men Ispan hukumatining Marakesh qo'shiniga yordam avatadiganligini bilganimda qo'shinni qaytarish, kuchlantirish, radga solish bilan mashg'ul bo'lishim va bu haqda barliq Rif qabilalaridan yordam so'rashimni aqlga uyg'un deb qaradim. Shunlashqa askarlarimga asirlarga yaxshi muomala qilish buyrug'ini tushirdim. Men buningdan faxrlanaman. Asla afsuslanmayman. Va yana davlatlar aro mushkulot tug'ilishidan ansirab Mililiyaga chiqilmaslikni buyurdim. Rif Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Muhammad Azarqon o'zining aslimisida mundaq deydi: Mililiyaga hujum qilish ishida Abdukarim Xattabi, Muhammad Azarqon va mujohidlar mutavarrilari kengash ilib bordi va kengashning natijasi Mililiyaga kirmaslik bilan xulosalandi. Sababi shahardagi musulmonlar va g'ayri dindikilarning ziyonga uchramasligi ko'zda tutilgan edi. Va shu chaqda bulang-talang ispanlarning bolalari, ayollarini o'ldirish masalalarini radga soladigan askari tuzum yo'q edi. Shunlashqa axloqiy sabab, siyosiy manfaat va adolat va shariatning buyruqlari birlashib Xattabining Mililiyaga kirmasligiga turtki bo'lgan edi. Ikkinchi tarafdan aytganda, Ispaniya va Fransiyadagi ishg'olchi doiralar bilan bo'lgan aloqasi va munosabati sabab bo'lgan edi.
Chunki Xattabiga Yevropaliklarning oliy janoblaridan xatlar kelib turadi. Balki uning Madrid, Farij, hattoki Qasr, Borbon va ba'zi ministerliklarda muxbirlari bor edi. Xattabi kuchlik manbalardan bilishicha, ispanlar ta'siridan biroqla yiroqlashish xalqaroliq ig'ir inkaslarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu bo'lsa, bu orqali harakatini oqibatidan qurib vayron qilib etishdir. Uning bu vaqtdagi qisqinligi Fransiyaning orlashib olishidan ansirashda aks etgan va ko'plagan do'stlari buning yuz berishidan ogohlantirgan edi. Ya'ni ispanlarni Rifdan butunlay tozalab etish İspaniya yuqorida tilga ilingan shart nomida berilgan rolini o'rindilay olmaydiganligidan darak beradi. Shundoq bo'lganda tuzilgan ittifoqqa qaytadan qarab chiqishga elib boradi. Xattabi Fransiyaning har qanday vositasiga qarshi chiqadiganligini obdan biladi. Shunga Xattabining fatihlarni uzluksiz kengayishib, bilib bilmay qarshilikni qo'zg'ab qo'yadi. Shuningdek, Meliliyani fatih qilish qabila ziminlari mudofaa qilishga tamoman o'xshamaydi. Bu ahvol vositalar to'liq bo'lmay nihoyat cho'ng jangga tutish qilish hisoblanadi. Bo'libmi bu suhbatlashish va komediya umidi yanada bor edi. Shundoq bo'lg'achqa Xattabi huquqda barobarlikka asoslangan yangi hamkorlik shartlarini hurmat qilishga fursat berishni maqsad qilgan va o'zining hokimiyat beshidilla tinchlik tarafdori ekanligini Rif va İspaniya o'rtasidagi hamkorlikqa chaqirdiganligini e'lon qilgan. Tilga elishga loyiqki Xattabi bu qitimliq siyosiy qarorning xato bo'lganligini e'tirof qilgan va mundaq degan: "Nihoyat afsuski, men boshda Meliliya shahrini ozod qilmay, nihoyat cho'ng xatoga yo'l qo'yib ekanman. Mening imkoniyatim Meliliyani ko'p kuchimayla fatih qilishga yetadi. Askarlarim bo'lsa nihoyat xushal, kayfiyati qizg'in, Meliliyaga hujum qilishni sayohat deb o'ylaydi. Bu vaqtda men siyosiy jihatdan yiroqni ko'ra olmagan ekanman. Xususan, menga keyin oydinlashgani shuki, bu xatolikning sababi mening Meliliya shahrini to'liq egallamaganligimdir. Shu vaqtda menda askarlarimdan hamma narsani talab qilish imkoniyatim bor edi. Ular menga bay'at bergan, hokim qilib saylagan edi." Hürmetli anlıqçılar, Xattabi Qur'onlik qo'zg'alon harakatlarining doisi nomli kitobning anlatışı bu yerda tugadi. Kelar qatim ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.